So'nggi paytda bir narsani ko'p uchratyapman. Ko'pchilik ayollar qalb og'rig'ini kimga aytishni bilmaydilar. O'zlarini tushunmaydilar va asta-sekin o'zlaridan uzoqlashib boradi. Ko'pchiligimiz hislarimizni bosib yashaymiz. Lekin shu bosgan hislarimiz bir kun og'riq bo'lib qaytib keladi. Shuning uchun men Qalb sahifalarim nomli yopiq kanalimni ochdim. Bu joyda siz o'zingizni tushunishni o'rganasiz va ichki tartibsizliklarni birgalikda joyiga qo'yamiz. Haftada 3 kun 1 soat siz bilan ishlayman. Boshqa kunlari matn va hikoyalar tashlab boraman. Bu yo'l bilan siz asta-sekin ichingizda yengillik his qila boshlaysiz. Agar siz ham o'zingizni yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, qo'shilaman deb yozib qoldiring yoki Telegram kanalimga chiqishingiz mumkin.